Nol arlık yirak musabılık terbiyeleş sınıfı tekşilikte laylaş, torbet yasaş, film kiriştiriş ve ündidarda bazar etiş qatarlıq kəsiplerini tor arqılıq ögütüdü. Siz uyunuz yoki xizmat o'rningizda turibmi bemalol o'rganolasiz. O'rganmaydigan yana bahanangiz bormi? Tizimlatish telefoni 0991 230 1105. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar, shundaqla bizni izchil qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlar. Mana Shalloh Musofirlarning Besib Shadmaniyu filmimiz mana bugun 10-sonni taqdish oldida turibdimiz. Shu munosabatda bizni izchil qo'llab kelayotgan barliq do'stlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla bugun 10-sonimizda Shadmaniyu uchun qon tarini olib qo'zg'an barliq qarindoshlarimizni sizlarga tanishtirib o'tmoqchimiz. Oldi bilan tanishtirdig'imiz Merkez Ağlık Radyo Stansiyasi İqtisad Munbiri programmasının riyasatchisi shundaqla Jungo Nazar programmasının direktori Mahliya İbrahim. Mahliya İbrahim odatda shunday kamsiz. Faqat jiq gap qilmaydi. Shuning uchun bu qizg'ondim ham gap qilishni. Bu nima o'zimda dey bo'lmasa, men Mahliya İbrahim shu Shadmaniyu filmimizda izchil shu planlash, undan keyin iqtisodlarni hisoblash, undan keyin tuzmak, undan keyin muavin rejissyorlik, undan keyin muavin direktorlik qatorliq shalliq vazifalarni o'tab, Shadmaniyu filmining 10-qismiga ulinishiga nurg'ulg'an asos solgan, kuch chiqargan aziz qarindishimizdir. Rahmat men tarafingizga. Men bu yerga gapni jiq qilmay, ham kamsiz bo'lgandan keyin men shu Shadmaniyu filmini yaxshi ko'rayotgan do'stlarimizdan yana davomli shu qizg'inliklarimizni qo'llab, keyingi qismdagi Shadmaniyuni hozirgidek yaxshi ko'rishini chunki ondan umid qilaman. Shu munosabatda men Mahliya İbrahimni shu do'stlarimizni tanishtirishga taklif qilaman. Mahliya İbrahim, marhamat. Bo'ldi. Unda bo'lsa biz endi vaqtimizning shu bizning Shadmaniyudagi ayol bosh personaj bo'lgan Shaydaga yurgizaylik. Shayda. Asl şey bu qizga qabul qildilar. Shayda bizning Shadmaniyu filmidagi ayol bosh personaj bo'lib bilan endi nurg'un pintozlarni yaxshi ko'rishga erishdi. Mana bugünkidek sap serap masalalar istek bo'lib ketish uchun. Sop yandek. Sop yandek bo'lib ketish uchun nurg'un asoslansaga Shaydaga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shayda siz shu Shadmaniyu uchun Shadmaniyu deb shef familiyalar o'tibsizlar. Shu munosabatda Shadmaniyu uchun jafoliq izlanib bosqinimiz ko'p rahmatimizni bildiramiz.
Undaq bo'lsa shu barliq do'stlarimizga deydigan yurak so'zingizni bir anglab baqqan bo'lsak. Cho'qim bir deydigan gapimiz bor. Bor. Cho'qim bir qayta ketgan. Bir tal bo'lmasa ikki tal bormi? Aycan inson bular. Oldi bilan bizni qo'llagan barliq ko'rmalarga rahmat aytamiz. Bundan keyin davomli qo'llab turishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bundan keyin meni qanday fikr bo'lsa, samimiy fikrlarni bersanglar deb o'ylayman. Bundan keyin Da. Kelib keldi qoldik. Ondan keyin bizning bu Shadmaniya guruhi shundoq bir ko'ngillik bir oila. Faqat hammamiz faqat xizmat munosabati bilan tekinib qolgan. Shuninga men bilan iliq erbos biosini tanishganman. Onlar bilvasanlar deb o'ylayman. Jamshida bo'lsa yaxshi bo'ldi deb tushunaman. Haqiqatan bu torda nurg'un mushliq ishkalarniki fintozlari bu ikkisiniki rol ilishchatki bir-birisiga moslashchatib qarab bu ikkisi burchib o'xshaydi deb qolgan qo'llar aytgan. Unda emas. Agar emas. Shu birisi seri qara, birisi qora. Shunda bo'lsa, davomli kinolarimiz tanishtirdiqimiz yana bir baş personaj. Yana bir baş personaj emas, yana bir baş personaj. Yasinjon. Voy, Yasinjon. Nima ish qilasiz? Shu mo chiroq yondirib qo'yibdi, qochib olganda deb gapirganda. Shadmaniyu filmimiz mana sizning kuchingiz bilan shaydaning kuchi bilan 10-qismga ulashdi. Xo'sh bo'libsiz. Baklan Shadman. Endi bu Shadmaniyu filmining ismidan tortib o'zingiz loyihlab qo'yib ekansiz Shadmaniyu deb. Unda bo'lsa shu Shadmaniyu filmini ishlab mana bugungi kunga nurg'un ko'rmalarimizni to'rdashlarning yoqtirishiga yuqori bahosiga erishdi. Shu munosabatda barcha to'rdashlarimizga deydigan qadar yurak so'zimiz bor. Albatta bo'ldi. Oldin Allohga ko'pdan ko'p rahmat bizni qo'llab-quvvatlaganga. Chinroq. Ondan bizniki do'stlarniki o'rtaq bir maqsadimiz bor. U bo'lsa-mu xo'shallikni sizlar bilan tang bahramand bo'lish. Agar bizning tirishchiligimiz sizga haqiqatan shu xo'shallikni ato qila olgan bo'lsa, u bizniki eng cho'ng baxtimiz, eng natijamiz. Rahmat sizlarga. Yasinda o'zingizga gap qilmadi, gapdan bu qoldi. Yasin odatda intan bilim puraydi. Teşekkür. Bunu bilam Yasinning naqadar odatda kitobni jiq o'qiydiganligi, bilim puraydigan. Mana bir ikki cho'chaklarimiz intan bisib o'qiydiganligini tushunib yetamiz. Yasinjon endi shu o'zim shu 5 ishchimiga o'xshagan bo'lsa-mu, shu yaqinda qo'rdashlarning yoqtirishiga erishib shu xuddi yaltirab birlik nurli cho'lpon yulduzga o'xshash chaqnadi. Shu munosabatda Yasinjonni biz qor cho'lpon yulduz belgisi bilan bir mukofotlash arzuyimiz bor-da. Shuning uchun ammo e'lonlar toza yaxshi emas. Kerakman ben söyleme bakalım sizin kiyince 20 insanlar bağlandı mukofotlash. Xudo siz chirqingiz ham shar. Qadrli do'stlar, tövende tanıştırdığımız Tövende tanıştırdığımız shu bizning guruhdagi intan sumbul chashli, kelishgan, mardona. Yana bir alaydiligi. Taftishlarga xos bo'lgan salatli taom. Yaqin tanıştırmoqchiman. Yakachroq yilikinligimiz bor deb. Sumbul chashli, mardona, daslik, qo'shma qoshli. Undan keyin bizning shu Shadmaniyu guruhimizningki birdan bir am munavvar shopiri bo'lgan do'stimiz Qaysarjon ekan. Qaysar? Laqabingizmi? Qaysarjon aslida bizning bobiy mahsulotlarini buning unumini 20 ming so'm olganini ko'rsizlar. Qaysarjon qanday bo'lgansiz yaxshimisiz? Bu Shadmaniyu filmi orqali do'stlar bilan yuz ko'rishdingiz. Mana bugun 10 insonni ishlatimiz. Shu munosabatda barliq to'rdoshlarimizga o'zingizning salomini, tilaklarini yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Pintozlar. Endi bizning Shadmaniyu filmimizni yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Bundan keyin texnik tirishimiz, texnik do'stlarning yoqtiradigan mazmunlarni chiqaramiz. Qaysarjon chekitdan topqan bo'lmaydi. Endi speciallar ham tugaydi. Undan so'ng Qaysarjon bundan keyin san'at hayotimizni yana bu nurning ishini Shadmaniyu filmida bundan keyin izchil paydo bo'lishimizni barliq to'rdoshlar vakolatdan tilaymiz. San'at hayotingiz nurlansin lekin o çok nurlanadi. Nima bo'ldi yani? Shu yerda kirib nurli tutadish. Bo'ldi, siz ishimizni qilaveraman. Bundan keyin shu yamir qistirib qo'ygan yamir ishvakar. Ay, men qaytgan o'pram. Yamir qistirib qo'ygan bir muhim ish ekan. Bu nurg'ulg'on to'rdoshlar Yasinjon bilan Shaydani shu kasbiy maktablarda o'qib aktyorlik o'qigan deb o'ylaydi. Artistlarniki deb o'ylar ekan. Ish yo'q. Bu ishlarning kasbini tunishtirib qo'ysak, Yasinjon
Amaliyotda Avtonom rayonlik shu tibbiy universitetining chiroy güzelleştirish chiroy güzelleştirish kasbida o'qib, bu kesin demoqlar bo'ldi. Men shu kasb o'qiganman, o'zim chiroy o'zim tajriba. Ayoq Sizlarga rahmat. shu ash kasbni o'qib, shu maktab bitirish topshiriqiga o'zini tajriba qilish orqali shu ufqning o'rniga boshqa bir tiplarni ishlatib qo'yib, oq rangini qora o'zgartirib olgan. Shu munosabatda Yasinjonniki buningdagi kasbiy hayotning menga to'xtab Shadmani yudek mushtaq bir yaxshi kasb bilan shug'ullanib xalqimizga xo'shallik berishini chin ko'nglimizni umid qilamiz. Endi Yasinjonning yeniligi bu yap bo'lsa, shu Çıksam kasbimize yıkılmıyor mu? yaqin birisi doktor, yana birisi sestra. Yok, undaq emas. Çıkırsan hizmet kıldıgan sporni. Yok, undaq film olmaydı ki. Endi bu bala tibbiy universitetda o'qib bitagini rost. Bu qizim ham endi shuni munosabatli bir ishlarda o'qigani rost. Biroq bu yoq doktorxonada ishligini bilan buxgalter. Buxgalter emas, sen nutqi so'zdir. Tanışıp kela olasın, şey dersin dedi yani. Siz olan olmasa tanışmasızlarga. Şeyda buxgalter mana bir buxgalterning shunday yaxshi bir rollarni xalqimizga intayin tabiiy bo'lgan personajlarni Gap berishi, obrazlarni haqiqatan oson emas. Oson emas. Fotoga to'lashgan. Bo'lsa kamda. Men yo'q, haqimda emas. Unda bo'lsa, tövende tunishtirmoqchi bo'lganimiz o'zining bo'yi 1 metr 50 ga bormisimi? Avtobuslarchisi yerim bilet oldigan, misol bizning eng muhim qo'shimcha rollarning birisi. Xolmira. Abay degan tartish qizi. Yaxshisiz. Xolmirani hech kim tattish yoki bo'lmasa aktyor demaydi, ha? Mush turishidan shu pokelarda zibuzinni sotadigan qizlarga o'xshaydi. Xolmira undasi sizni bekket usta ham qopig'ini intan yiqimliq deb anglab deb tushirgan lekin mush yiqimliq chiroyingiz bilan yiqimliq tabassumlaringiz bilan anglovchilarga va do'stlarimizga ko'rmanlarga bir salomingizni yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlarning endi bundan keyin texmo shu Shadmaniyoni qo'llab berishingizni chin ko'ngildan umid qilamiz. Rahmat. Ben yo'q. Ben yo'q. Bunlarni qadingiz kichkina turishma. Kichkina bilan o'ynab cho'ng bo'lgan. Bunda bo'lsa tövende tunishtirmoqchi bo'lganimiz Ömerjon operator. Bu Ömerjon shu Shadmaniyev filmining 10-qismiga ro'yobga kelish uchun O'n qism emas. eng ko'p jabhat tortgan, shundaqla eng ko'p dil azor yegan, maoshi eng to'van bo'lgan. Shundaq biz uchun intan qadrli bo'lgan do'stimiz Ömerjon. Ömerjon ziyorat qilibsan, qo'ygan qo'ydan. Ha, topdim. Video ko'paydi. Mushta bo'lib qoldi. Melishbaxondan bu balga operator komdi ichidan biridan so'qsaq, o'ngishli ketdi. Endi tövende tunishtirmoqchi bo'lganimiz. Endi bu kelganda men tunishtirgan ekan. Izchil shu Shadmaniyev filmida bir xil yushurun sehriy kuch ato qilib kelayotgan. Hem de orqasiga qahramon bo'lib kelayotgan. Bo'yi garchi 1 metr chiqsimi, o'zi intayin bestik bo'lgan, hamisha o'zining direktorlarga xos newsay chapini bilan yuradigan. Siz kimni tasavvurlayapsiz? Ikrom Media madaniyat tarqatish shirkatining bosh direktori. Hem dostum. Mening uzun yillik 15 yillikmiki do'stim. Qahramon qiz. Amina Abdurahmon. Endi sizga bir narsa tushunsak bo'lar, rejissor o'zingizdan ham yerqaldoq dilyapsiz so'zni. Meni turalaylik ekran chiqadi. Operator ustam mana shu usturulam tatama ashqalarni chiqamiz. Sen kesin avroq qizlar shu hayda. Rasmiy shu. Endi Aminaning yurak so'zini anglaymiz, ha? Kimlarning ko'ngliga azor berdimi? Kimdan chaqirma, kimdan tomoq chaqirdingiz endi. Voy, unda qilma. Qattiqmamiz? Ha. Nasıl Shadmaniyev filmining 1-chi bo'limi 10-qism bilan birgalikda oxirlashdi. Bizni Bizni izchil qo'llab kelayotgan barcha do'stlarga mishada ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undan sir men bilan shu 10 qism filmni birga ishlab, mo'rga tilab, trap Jabbarliq kunlarni men bilan birga o'tkazgan mushu qarindoshlarimga, mushu yilda har vaqt meni qo'llab berayotgan, har vaqt qiynalganimni ko'tarib
Her jihatda menga yordam qilgan mush qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Oxirida bizni qo'llagan barliq qarindoshlar Kamsahamnida. Ay, biraz unutib qopdi. O Shadmaniyo bu unutusi bilan tugmaydi uchunmi? Yana bor davomli. Tövəndə şu yazın bizni tomoq təklif qilmoqchi. Tamam, bana Shadmaniyo gruppasi shundoq bir ko'ngillik bir oila. Faqat hammamiz faqat xizmat munosabati bilan texnik qolgan. Shuninga men bilan iliq erbos biosini qilishga Münasib yo'q. Onlar bilvasanlar deb o'ylayman. Jamshida bo'lsa yaxshi bo'ldi deb tushunaman. Hakikaten bu torda nurg'un mushulliq ishkalarniki fildozlari bu ishkisiniki rol ilishchatki bir-birisiga moslashchatib qarab bu ishkisi burchib o'xshaydi deb qolgan qola aytgan. Unda emas. Abiyadurat emas. Shu ishkiz. Birisi seri qara, birisi qora. Şu Shunda an bo'lsa, tövəndə minutlarımız tanıştırdığımız yana bir baş personaj. yeni bir baş personaj, yeni bir baş personaj. Yasıncan. Oy, Oy, Yasıncan. Nima ish qilyapsiz? Shu mo chiroq yondirib qo'yibdi, qochib qolgandir deb yondirganda. Shadmaniyo filmimiz mana sizning kuchingiz bilan shaydaning kuchi bilan 10-qismga ulashdi. Hoş bulduk size. Beklam, Şadman. Endi bu Shadmaniyo filmining ismidan tortib, o'zingiz laylab qo'yib ekansiz Shadmaniyo deb. Unda bo'lsa shu Shadmaniyo filmini ishlab, mana bugungi kunga nurg'un ko'rmalarimizni to'rdashlarning yoqtirishiga yuqori bahosiga erishdi. Shu munosabatda bor to'rdashlarimizga deydigan qadar yurak so'zimiz bor. Albatta bo'ldi. Oldin Allohga ko'pdan-ko'p rahmat bizni qo'llab-quvvatlaganiga. Chinroq. Ondan bizniki do'stlarniki o'rtaq bir maqsadimiz bor. U bo'lsa-mu xoshallikni sizlar bilan tang bahramand bo'lish. Agar bizning tirishchiligimiz sizga haqiqatan shu xoshallikni ato qila olgan bo'lsa, u bizniki eng cho'ng baxtimiz, eng natijamiz. Rahmat sizlarga. Yasinda o'zimizga gapirgan kasan bu qoldi. Yasin odatda intan bilim puraydi. Teşekkür. Bunu bilam Yasinning naqadar odatda kitobni jiq o'qiydiganligi, Bilim puraydigan. Men bir ikki cho'chaklarni intan bisib o'qiydiganligini tushunib yetmaymiz. Yasinjon endi shu o'zim shu 5 ishchiligi o'xshagan bo'lsa-mu, shu yaqinda yoshlarning yoqtirishga erishib shu xuddi yaltirab birlik nurli cho'lpon yulduzga o'xshash chaqnadi. Shu munosabatda Yasinjonni biz qor cho'lpon yulduz belgisi bilan bir mukofotlash arzuyimiz bor-da. Shuning uchun ammo e'lonlar toza yaxshi emas. Kerakmanda so'rab qo'yalım sizni keyincha 20 insonlar bag'ani mukofotlash. Xudo siz chirqingiz ham qadrli do'stlar, tövəndə tanıştırdığımız tanıştırdığımız shu bizning gruppadagi intan sumbul chashli, kelishgan, mardona, Yeni bir alaydıliki. Təftişlərə xas bo'lgan salatlı qavurgan. Yaqin tanıştırıyorum. Kim bo'lgan bo'lsa tanıştırırsizlarga. Şeydə buğaltır mana bir buğaltırning shunday yaxshi bir rollarni olib xalqimizga intan tabiiy bo'lgan personajlarni Gap berishi, obrazlarni haqiqatan oson emas. Oson emas. Fotoga to'lashgan. Bo'lsa kamda. Men yo'q emas. Unda bo'lsa tövəndə tanıştırmoqchi bo'lganimiz o'zining bo'yi 1 metr 50 ga bormisimi? Avtobuschi yerim bilet oldigan misol bizning eng muhim qo'shimcha rollarning birisi. Xolmira. Abay degan taftish qiz shu. Yaxshisiz. Xolmirani hech kim taftish yoki bo'lmasa aktyor demaydi, ha? Mush turishidan shu pokelarda zibuzinni sotadigan qizlarga o'xshaydi. Xolmira undasi sizni bek usta ham qoptig'ini intan yiqimliq deb ang'ilib deb tushirgan lekin mush yiqimliq chiroyingiz bilan yiqimliq tabassumlaringiz bilan ang'uvchilarga va do'stlarimizga ko'rmanlarga bir salomingizni yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlarning endi bundan keyin texmo shu Shadmaniyoni qo'llab berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Bunlar qadinaz kichkina turishma. Kichkina bil o'ynab cho'ng bo'lgan. Unda bo'lsa tövəndə tanıştırmoqchi bo'lganimiz Ömerjon operator. Bu Ömerjon shu Shadmaniyo filmining 10-qismiga ro'yobga kelish uchun eng ko'p 10-qism emas. eng ko'p jafo tortgan, shundaqla eng ko'p dil azori yegan, maoshi eng to'van bo'lgan. Shundaq
Biz uchun intan qadrli bo'lgan do'stimiz Umarjon. Umarjon, ziyorat qilibsan, qayerga maydonda? Ha, topildim. Video kopaylı. Mushlar bo'lib qoldi. Melish baxandim bu balga operator komni ichidan biridan so'qsaq, o'ngishli kutdi. Endi tövanda tunishtirmoqchi bo'lganimiz. Endi bu kelganda men tunishtirganimga. Izchil mushu Shadmaniyo filmida bir xil yushurun sehriy kuch ato qilib kelayotgan. Hamda orqasiga qahramon bo'lib kelayotgan. Bu gerçi 1 metr chiqsimi, o'zi intayin bestik bo'lgan, hamisha o'zining direktorlarga xos Newsay chaqini bilan yuradigan. Ikram Media madaniyat tarqatish shirkatining bosh direktori. Hem dostum. Mening uzun yillik 15 yillikmiki do'stim. Qahramon qiz. Amina Abdurahmon. Endi sizga bir narsa tushunsak bo'lar edi so'zingizdan ham yerda olib bilyapsiz so'zlar. Meni turalaylik ekran chiqib. Operator ustam mana shu usturilib Nol arlık yirak musabılık terbiyeleş sınıfı tekşilikte laylaş, torbet yasaş, film kiriştiriş ve ündidarda bazar etiş qatarlıq kesiplerini tor arqılıq ögütüdü. Siz uyunuz yoki xizmat ordunuzda turib mu bemalol ögüneleysiz. Ögünmeydiğiniz yani bahanınız var mı? Tezimletiş telefonu 0991 230 1105. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar, shundaqla bizni izchil qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlar. Mana Shalloh Musablarning Besib Shadmaniyo filmimiz mana bugun 10-sonini taqdish oldida turibdimiz. Shu munosabatda bizni izchil qo'llab kelayotgan barliq do'stlarimizga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla bugun 10-sonimizda Shadmaniyo uchun qon tarini olib qo'zgan barliq qarindoshlarimizni sizlarga tunishtirib o'tmoqchimiz. Oldi bilan tunishtirdig'imiz Merkez Ağlık Radyo Stansiyası İqtisat Munbiri Programmasının riyasatçısı şundaqla Jungo Nazar Programmasının direktori Mahliya İbrahim. Mahliya İbrahim adətdə şunda kimsiz? Fakat cık yapılmaydı. Şunun için bu kızandı mən gap qilishdi. Bu nə özəndə deyib olmasa. Mahliya İbrahim şu Shadmaniyo filmimizdə izchil şu pilallash, ondan keyin iqtisodlarni hisoblash, ondan keyin
Tuz turan. Ondan keyin muavin rejissyorlik, ondan keyin muavin direktorlik qatorliq mushlar shonliq vazifalarni o'tab, Shadmaniyo filmining 10-qismiga ulinishiga nurg'ulg'an asos solgan, kuch chiqargan aziz qarindishimizdir. Rahmat men tarafingizga. Men bu yerga gapni chiqqanman, ya'ni kam so'z bo'lgandan keyin men mushu Shadmaniyo filmini yaxshi ko'rayotgan do'stlarimizdan yana davomli mushu qizg'inliklarimizni qo'llab, keyingi qismdagi Shadmaniyoni hozirgidek yaxshi ko'rishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Mushu munosabatda men Mahliya Ibrohimni mushu do'stlarimizni tanishtirishga taklif qilaman. Mahliya Ibrohim, marhamat. Bo'ldi. Unda bo'lsa biz endi vaqtimizning mushu bizning Shadmaniyodagi ayol bosh personaj bo'lgan Shaydaga yurgizaylik. Shayda. Asl şey bu qizlar qabul qildilar. Shayda bizning Shadmaniyo filmidagi ayol bosh personaj bo'lib bilan endi nurg'un pintozlarni yaxshi ko'rishga erishdik. Mana bugünkidek muhtasab seyret ruhsat. Mesele arasındaki bu geçiş için. Sop yandaydı. Sop yandaydı bu geçiş için nurg'un asoslansaga Shayda'ga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shayda siz şu Shadmaniyo uchun Shayda Shadmaniyo deb shef familiyalar o'tdilar. Mush munosabatda Shadmaniyo uchun jafoliq izlanib bosqinimiz ko'p rahmatimizni bildiramiz. Nahozim şu barliq do'stlarimizga deydigan yurak so'zingizni bir anglab baqqan bo'lsak. Cho'qim bir deydigan gapimiz bor. Cho'qim bir tek Bir tal bo'lmasa ikki tal bormi? Aycan insan bular. Oldu bilan bizni qo'llagan barliq ko'rmalarga rahmat aytamiz. Bundan keyin davomli qo'llab turishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bundan keyin meni qanday fikr bo'lsa, samimiy fikrlarni bersanglar deb o'ylayman. Bundan keyin Da, kendisinde çaldı kalırız. Ondan keyin bizning bu shaharda ya keçen yili kendimiz var deb ya. Sumbul chaşlık, merdu merdane, Beslik, qo'shma qoshliq. Undan keyin bizning shu Shadmaniyo guruhimizningki birdan-bir eng munavvar shopiri bo'lgan do'stimiz Qaysarjon ekan. Qaysar? Qilaqamizmi? Qaysarjon aslida bizning bobiy mahsulotlarini buning unumini 20 ming so'm olganini ko'rsizlar. Qaysarjon qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Mush Shadmaniyo filmi orqali do'stlar bilan yuz ko'rishdingiz. Mana bugun 10 insonni ishlatimiz, mush munosabatda barliq to'rdoshlarimizga o'zingizning salomini, tilaklarini yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli pintozlar. Endi bizning Shadmaniyo filmimizni yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Bundan keyin texnik tirishimiz, texnik do'stlarning yoqtiradigan mazmunlarni chiqaramiz. Qaysarjon chiktin topqan olmaydi. Hamiz peşler bunu tugaydi. Daha sonra Qaysarjon bundan keyin san'at hayotimizni yana bu nurning ishini Shadmaniyo filmida bundan keyin izchil paydo bo'lishimizni barliq to'rdoshlar vakolatdan tilaymiz. San'at hayatımız nurlansın degan, o çok oldu. Nima bo'ldi yani? Endi yerda kiritsizlar nurli tutadish. Bo'ldi, слышимizni qilaveramiz. Bundan keyin shu yambir qistirib qo'ygan yambir ish bor ekan. Ay, men qaytgan o'qiram. Yambir qistirib qo'ygan bir muhim ish bor ekan. Bu nurg'ulg'an to'rdoshlar Yasinjon bilan Shaydani shu kasbiy maktablarda o'qib, aktyorlikda o'qigan deb o'ylaydi. Artistlarniki deb o'ylaydi ekan. Ular emas. Ish yo'q. Bu ishlarning kasbini tunishtirib qo'ysak, Yasinjon amaliyotda Abdunum rayonlik shu tibbiy universitetining chiroy güzelleştirish kasbida o'qib, Bu kesin demoqlar bo'ldi. nima uchun o'qiyapsiz? O'zlarim chiroyli o'zim tajriba ayol bu gaplarni Sizlarga rahmat. Shu ash kasbini o'qib, shu maktab bitirish topshiriqqa o'zini tajriba qilish orqali shu uftining o'rniga boshqa bir tiplarni ishlatib qo'yib, oq rangini qora o'zgartirib olgan. Shu munosabatda Yasinjonniki bundan kasbiy hayotning menga to'xtab Shadmaniyodek mushtaq bir yaxshi kasb bilan shug'ullanib xalqimizga xo'shallik berishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Endi Yasinjonning yeniligi bu yoq bo'lsa, shu chiqsam kasbimizga yaqinmi? yaqin. Birisi doktor, yana birisi sestra. Yo'q, undaq emas. Ishkazan xizmat qilgan o'rni, yo'q, undaq bo'lmaydi-ki. Endi bu bola tibbiy universitetda o'qib bitgani rost. Bu qizim endi shunday munosabatli bir ishlarda o'qigani rost. Biroq bu yoq doktorxonada ishligini bilan buxgalter. Buxgaltermi? Sen nima so'z Tanishib kelalar.